Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugun biz ozuqliq ichitqusi va uning odam badaniga bo'lgan foydasi to'g'risida qisqacha to'xtalmoqchi. Ozuqliq ichitqusi quritilgan, aktivsizlantirilgan ichitquning bir xil shakli bo'lib, pishloq ta'mlik, yemekliklarga ta'm kirgizish uchun tetisqi o'rnida ishlatiladigan, go'shtsiz g'izolanuvchilarning yoki bo'lmasa faqatla ko'ktat bilan g'izolanadiganlarning yaxshi ko'rib yeydigan yeməkligi. Buni an'anaviy tanlab bozorlarida yoki bo'lmasa yerlik sog'lomlik yeməklikləri do'konlarida sotib olg'ili bo'ladi. Oltin seriq ranglik, kepak shakllik yoki parashok, ya'ni talqon shaklida bo'ladi. Ozuqliq ichitqusi bo'lsa, ximir ichitish va pivo ishlab chiqarishga ishlatiladigan ichitqu zamburuq oilasiga tava bo'lib, uning ismi Saccharomyces cerevisiae. Bir hücrelilik ichitqu zamburuq. Odatdagi ichitqularga o'xshamaydigan yeri bo'lsa, ozuqliq ichitqusini ishlab chiqarish jarayonida ichitqu zamburuq hücrelerini aktivsiz holatga keltirgan bo'lib, ozuqliq ichitqusining oxirgi mahsulotidagi zamburuqlar hayot emas. Ya'ni ular aktiv emas demakchi. Shunga badanga ziyni yo'q. Aksicha ishlab chiqarilish jarayonida tarkibidagi mikroorganizmlar ozuqliq ichitqusini har xil B vitaminlar, mineral moddalar, amino kislotalari, shundaqla aqsil mol bo'lgan alohida yemaklikka aylantirgan. Uning ozuqliq qiymati yuqori, odam badaniga bo'lgan foydasi ko'p bo'lg'achqa, uni ozuqliq ichitqusi deb atagan. Tövəndə bolsa, uning odam badaniga bo'lgan foydali taraflarini so'zlab o'taylik. Birinchisi, besimni azaytadi. Ozuqliq ichitqusi tarkibida tabiiy bo'lgan har xil B vitaminlar mol bo'lib, bular nerv sistemasini va böbrek usti bezini tinchlantirib, kortisol degan hormonni tövənletish roli bor va uyqu hormoni melatoninni hosil qilishga yordam qiladi. Bu orqali ansizlik, andish qilish, to'la o'ylash, kayfiyatni qalaymiqonlashish qatorliq ahvollarga manfaat qilib, besimni azaytib, uyquni yaxshilab, yaxshi orom olish maqsadiga yetkili bo'ladi. Vitamin B2 va vitamin B3 charch, teri va tirnoqlarning sog'lomligini oshiradi. Hazm qilish sistemasini yaxshilaydi. Vitamin B6 bo'lsa, energiyani yuqori ko'taradi. Hücrenin xondrosom degan kichik energiya zavodining energiya ishlab chiqarishiga vitamin B6 yordam qiladi. Bundaq bo'lganda odam tez charchab qolmaydi. Ham energiyasi yuqori bo'ladi. B vitaminlari miya hücresini taraqqiy qildirishda ham miya hücrelerini oksigen bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu orqali miya sog'lomligini oshirdi. Bo'libmi, vitamin B6 bilan vitamin B9ning qiyinlikda bo'ladigan divanglik kasali va Alzheimer kasalliklariga giribdor bo'lish xavfini tövənlətganligini tadqiqot natijalari ko'rsatmoqda. Uningdan boshqa muskul sog'lomligini oshiradi. Ozuqliq ichitqusi tarkibida 18 xil amino kislotasi bo'lib, ular bo'lsa badanning aqsil ishlab chiqarishida muhim rol o'ynaydigan asosiy material. Amino kislotasi bilan aqsil bo'lsa, muskul va boshqa to'qilmalarning hormon, nerva va qon tomir sistemalarining qurilishida asosli rol o'ynaydi va ularning kuchli va sog'lom bo'lishiga yordam qiladi. Ozuqliq ichitqusi tarkibida mineral moddalardan kaliy, magniy, kalsiy, xrom, selin, senik qatorliqlar mol bo'lib, bular metabolizmni yaxshilab, immunitet kuchini yuqori ko'tarishda oshqushliq rol o'ynaydi. Selin qalqonsimon bezning iqtidorini yaxshilab, normal hormon ishlab chiqarishiga yordam qiladi. Yana ozuqliq ichitqusining tarkibining talaligi yuqori bo'lib, uchaydagi normal
paydalıq bolğan bakteriyalarning iqtidorini yaxshilab, insulinni tövenletib, badanning insulinga bolğan sezgirligini aşırıp, qandagi qand miqdorining turaqliq bo'lishiga kapolatlik qiladi. Ozuqluq ichitqusi tarkibida glyutasin bo'lib, bu intayin kuchlik oksidlanishga qarshi turuvchi modda. Badandagi o'xshamagan a'zolarning oksidlanishining oldini oladi. Bu orqali erkin radikallarning ziynini neytrallashtirishga yordam qiladi. Undan boshqa beta gilokain bo'lib, bu immunitet sistemasiga intayin foydali. İnsan bedenining immunitet kuchini yuqori ko'tarib, har xil kasalliklarga giribdor bo'lishning oldini oladi. Ya'ni demak, virus va bakteriyalarga qarshi turish kuchini oshiradi. Shundaqla xolesterolni tuvaltalaydi. Ozuqluq ichitqusi tarkibida har xil ozuqluq moddalar mo'l bo'lg'achqa, badandagi har xil yalluq sababidan bo'ladigan bo'g'im og'riqi, oshqozon uchay yallig'iga manfaat qiladi. Shundaqla har xil to'qilmalarning o'zini asliga keltirishida asosli rol o'ynaydi. Shunga muvofiq iste'mol qilib berishning tan sog'lomligiga foydasi bor. İste'mol qilganda faqat 1 yoki 2 qo'shiq iste'mol qilsa yetarlik bo'lib, uni pishirgan tamoqlarimizning yoki bo'lmasa salatlarning ustiga sepib iste'mol qilishga bo'ladi. Setib olganda bo'lsa, uning tabiiy ichitilgan, boshqa narsalar qitilmagan ozuqluq ichitqusi bo'lishiga diqqat qilish kerak. Hurmatli qarindoshlar, bugungi mazmundan foydalanib qolishingizni umid qilaman. Inshaalloh yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat.